Zavoddan da chiqib qolgan ahvol kerak. Tugdim shunday qila? Yo'q. Uy, Koreyaniki bo'lsa 40 so'mlik debkin mana bugina. Ya shuni o'ylang. U onam qilib mening tuqqanlarimga chashqanlashgan to'shkiraklarni deb qabulabdi. Qiyinlab qilib bo'lgandikin, bu raqni biz o'zimiz to'qimagan, bizning sarij to'qidigan fabrikamiz yo'q. Bu da xalq pulini qajlab bilan bazardan olganda lopayni olmab kelmiz, qapilashmasin deb gap aytibdi. Ya Allah, ya Allah. Ay unmoya o'toqda chiqib chiqib xotin gücüme bakın. Şu, yana bak. Şöyle. Bu qabılıqni endi biz turib turgan. Oldin qaytdim, qayintamni bizning cho'ngiga 50-60 mehmonlar boshlab beytlab kelibdi. Necha? 50-60? Ben biz aslında tuqqunimiki ya. Aqalni mahkamadan ijarga kelibmi? Hey. Qara. Bu xotin ishtigan obro'sparas haqashында. O'sha malika urutgan hammasini gulditfanda olib borilgan haq bor. Shuning bilan en bir uyda 50-60 chindiqab jo'nmaydi. O to'yning oyog'ida turgan bir balaga anchik erib uçib ketgan pichib qo'yaldi, sho'rib kelib qopti. To'g'rafka mashwa. A pichib qo'yildi, mana qo'lni tutsa qo'ldan tushib ketmaydi, sirilib ketmaydi. Ya qancha yetmay ashla qildi deyman. Shuning bilan aniki qaynab uning qablab o'tib sho'rib go'sht kelibdi. Qarz go'sht mayli. Qaynab qilib bo'lgandan mening qandasim shuqra qaynimni mayva. Xudoim shuni bilib turib meni o'lsin deb qashlab, o'sha mayliq go'sht kelibdi deb uning qablabdi. Voy. Qachon tuga biznikimi shu ba'zi o'rinsiz qoida rasmiyatlar. Shundagilar zo'lab qishnab. Xuddi ilqa ishga tepsi o'tirib qolgan eshaksan deb baqa qilib mang'oladi hozir. Raskamazir eshakdek emas urqlab taqayda ko'p qolsa demiş. Tova, saqsaq bo'lib deb bunga. Endi askar qancha uchu? Aylandim ba. Ba! Sening aylanma o'rdakda usul turib chiqib o'tirash kimga shu qiladigan. Shu onamning kuchi azroq g'ayibni qilib qo'yibdi. Ma'lumotda. Shu onam uchun o'z vaqtida debdi, olmabdi kelman. Onam mana deydi-chu, bolam bu qiz ol deganda to'y qilishdan burun bir xil bo'ladi. A to'y qilib bo'ladi bir xil o'zgardi. Birin tug'is bir xil o'zgardi. A deb qiz o'z bir xil, o'g'il o'z bir xil o'zgardi. Ammo ishkin tug'madimi? Bo'ldi ay shillangi, meni bilsan sizga siqilib chiqmas qo'ydi deydi. Yo Allah, onam dadam boshqa qilib tikanda. Tam 5 yil o'tgan bo'lsa. Shu 5 yil o'tganda qilishadi. Tajribasiz so'zlar. Mana hozir xotinim tug'di. 4 kun bo'lmayli kuni telefon qildi. Akaman siz meni yo'qlab, haqni oldi satamasmi deb men buyruq so'qidan bo'ldi. Mana hozir xotindan baladi qoldim, xotinimdan talab qoldim deb yo'q gapni qilmagan ha. Xotindan baladi qoldim, xotinimdan talab qoldim deb. Men xotinim baturib talab qoldim mana. Mana yoshqisdan gapini, ey, talab qilsizlar emas. Mana men. Qandasan? Menda xotin yo'q, uy yo'q, bola yo'q. Sen deganda xotin bor, bola bor, xizmating bor, kichik o'zimi uying bor. Ha, shu kichik uyning gapi shu. Qachon qarsam xotin ko'p so'zlagan, biz kichkina o'tiraverdim manda deb so'zlagan degan hozir xotinning ko'ziga qaramaydigan bo'lib qoldim. Boshqa? Xotinning ko'ziga shunday qarsam jingda bo'lib qolgan telefondek manda oldigan bo'lib qoldim men. Nima? Ya jinim gapsa o'ylab baqing. Endi xotin deydi. Uning degani to'g'ri. Men qachonchimiz kichik uyda o'tirman. Ha? Men sana tegib endi ko'yga raytim mushimmi? Mening yana bir do'stimning eri, o tarafga dach sapdi. Yana bir do'stim bor, yerdan 180 kvadrat kilometrlik uydan birini oldi. Yana birisi yerdan go'shin oldi. Uni qildi, buni qildi. Sen nima ish qilmaysan degan qara. Men dedim xotin, menda pul yo'q desam, haqdan yeri pul topsan deb topmaysan dedi. Qilishgandek, men pul topmaysan, hammadan pulni tepib ekandiga men topadigan pul qolmabdi. Ya bu pul degan nima? Men tallavazini tuzib sotadigan nima emas-ku u. Ras. Shuni qanday qilib yuratsandan? Shuni qanday qilasan? Tayoq yap. Ey, qanday qilasan shu ishdan tushima? Bunda qarab o'tirma. Bizim uyning to'ki lap o'chgandikinlar, shappi kirib olaman. Qarab xotin uxlagan bo'lsa, yana shu gurp uxlayman. Az qo'lib jiqib qachima. Sizga bo'ldi ham jandashlik qilib oldim mana qilib. Lekin to'ligan chata qo'lda qara. Qara, to'sam to'p lap o'chibdi. Xotin uxla dedi. Asta ich. Shundan qarsam, oldimda buz sotib olgan xotin turmanda. Yana yerga ko'p ketdim. Tutilib qoldingmi? Shuni bilan shu uyni oldigan bo'ldingmanda? Shu olay dedim 60 ming ko'p bertash o'ynay ular. Unda ishim sap qo'ydim. Bir yana pulga keldim. Bu pul bo'lmasa nimada qizlaysan? Voy. Ey! Mana ishlatsa pulni beraman deb xotirjam bo'la shuma. Manfaat yaqinda keladigan bir pul, boylik bor. Shu yerda qanday haydayman oldinglar taraq tashlab qo'yab. Ya adash, biz aloqada bo'lgan ekan, bir digina ishimiz tang bir boy bo'lib ketdilar. Ishqilib 3 ko'nglim to'q. Yaqinda menga bir boylik bor.
Adamı ciddileştiren bir Digine. Maget ne hakkı demigen ağzını içkit kalmışsın ha? Allah Allah. Hiç kimi demeyimiz. Yok. Kaçı digine? Edem yok. Üç kağıtta pülke dalga kalk. Kılın tok. Birinciden bir iş kayboldu. Kündü sol kapkım tatı da. Vay yakşı. Erkakның sol kaptas yarışı den gep var. Toprak. Toprak. İkincisi. Muş iş kayboldu kara. Kündü alkınım kıçıdı. Alkınımla aldı kaçlayma. Bereket gel, meynet gel, bereket gel, meynet gel, bereket gel, meynet getir. Suya gittim kara. Üçüncüsü digine. Üçüncüsü 5-6 ay oldu. Kündü şunda alıp uflasam. Ufla poğaça aşı sap. Poklayacağım. Her pok. Pokның töküdü pok. İşte pokның içinde üzüple jüreyim ben o. Bu şu anlatan pok degen baylıkmış. Onun üstüne bu çüş tatilgi bana deydi çüş. Ay pokni yerse ya, senin işin okumağında. Sen yakın hacetxonachisiga o'xshaysan aka. Sen aç pokning pulini uyanı kattı can şokurub xatirjam o'ldira. İşkim işirishmasa ha? Qarab turish. Bu patnikonni keladigan bana ish qilib sürmez bir pok var. Nima bayliq? Shu qanday qaydaymenki? Qara aka. Sen shu tushuntirgan poqlarni setib pul topqancha biroq ala u yoqni. Isip. Aqasingga dardimni gapiribdimi? Ey! Xudoyim bir aqasingning beshiga bir dak gap qilasizmi? Shot ko'rmayman. Hey! Senin derdin dertmi ha? Ben sana desem, derdin şoğucunu mende. Ne desen? Ben degeni öyümü yok, hudum mu yok, balı mı yok. Bana ben yiğit olsam boyta. Erkek koysam söz verdi ya. Xotin deganda bunda oson bo'ladi uni. Ey! Xotin degan bekor kelmaydi, men junjudin taqatmaydi alganim bu. Ay ben şu alayda aldım ha. Karas, yakında bir kızla konuşup kaldım kara. Bo'lar ekansa. Ne desen? Çakışma konuştun mu? Kaçan! Oy iş kepti oldu ya. Ne oldu ya? Yürü konuştun mu? Oy mıdak. Meşik bakalım yarı sağımız konuşsa ediydi misin ha? Korkmayacağım konuşma. Endi ciddileşme aka ovozim bo'g'ilib ketdi. Ben durursam sana ne tok etti? Ha digine kendine. Ha? Endi o kızına kan çıkışıp kaldım. O kızımı tigey degenden ben bu çöpeli kıbaydı halay dedim. Lekin atanızdan yaman. Şerti şükür etti. Xudo şükür edim olsa ha. Shartda nima shart? Nima şart o aka? Ben sana desem. Bu 20-30 yılları o'qituvchi tegish bu dekenmiş. 1900 ha. 50 yılları emgak memurisiga, 60 yılları askarga, 70 yılları nimaga? Şopurga. 80 yılları bunda institut var, kesak loyuncu var, labakus var, apiç balığa. 90 yılları sodigaga, bak 2000 yılları devlet hizmetçisiga. Endi mana bak 2010 yılı uyi var, mashinasi var, puli var, jigitlik tegish mudol ketibdi. Hey! Xudo qarsam senin bu şartdan birisi gibi şartım düşmeydi ki. En yaxshi o'lib ketdi. Unda deb ko'ngil azamayli. Hozircha jamiyatimizda xili ko'p qism ota-onalar, xili ko'p qism qizlar bor ekan. Ular yigit deganning uyi, mashinasi, xizmati, maoshi bo'lsin mayli. Lekin yigit degan tirishchan, axloqli, iymonli bo'lsa, bizga shu kifoya edi. Diyanetlik ha? Toprak. Magibni yaxshi deb safka. Voy, men dedim aytadigan qiz bo'ldi deb. Ama maşertga ben çıkmadıkken ben ha. Sen beni zanı kılıp atsa, bizim ne çıvanımızı bir terek çammat mı da açmış olsun pul taptık pul. Pul taptın mı? Ha. 60 bin köpek tıra uyuyor. Tabii pul lan pul taptı. Nima? Az olsun bir şalik içinde kuş bir pul taptı. Şale? Ha? Shali alamsa? Ha? 95 şalisinde bir değişip koydu. 3000 koyga, tek bir yıllık boşluğu var ki. Neçinci lan? 95 ne? 95 mi? 95. Sen o maşında hegemsen ya. Tunçakın çıkırmışsın ketken vakamsa. Bu şertte maşinası bulaş gerek depti. Mançıncılığın olsun, markası mandav olsun, tılı mandav olsun demepti. Demek şalı olsun maşinası var degen gap. Maşın neydi? Mansak tılı var de kürdümüz. İşki şert hazır oldu. Hep üçüncüsü anam buradan bir tırıştırmış, kaz kılıp olsun bir öy yapması. Kodun ne kelip asaklı. Oşçu. Men müşçü, oylim qarab qiz olamoq tasmi deb tikema. Va son qarab o'g'a olamoq tasmi deb qoldim juma. Rafkam!
O'g'alma qimidin tez. Bu o'g'alga çok xilib bo'lishni yashaydiganmiz biz. Nima qilib? Sen o'ylab baqa, bir o'g'aval tug'ildi, dunyo qo'shildi ekandigina. Ras? O'g'aval tug'ilib qolgandan keyin o'g'aval chiqsa, yig'lab qo'y, o'g'avalga chiqilmaydi degan. To'g'ri. O'g'aval chiqsa, yig'lab o'g'avalga to'ldirsilmaydi degan. Ras. O'g'aval chiqib chiqib, o'g'avalga chiqilmaydi degan. Chiqib o'g'avaldan degan. Bichar o'g'avallik ishi bor edi. Bichar o'g'avallar. Nima degan chaqachilar? Ras. Bu qizlar degan yig'laganda yig'lab kulganda kular ekan. Biz yo yig'layolmasak, yo kulamisak. Biz qanday yig'lamiz, qanday kulamiz? Bizcha shu o'lim bo'lgan chaqda jinozani ko'tarib men yig'lamizmikin? Voy mana sen tur deb yana ishimizni yig'laymiz. Biz xotin so'zim yaxshi-kan, ha? Pulva demga tegmas, asli boyib ketdi-ku. Bu şu xotin shunmoqmi, shunmoqmi tasgajman. Fikram hozir bo'lgan hammadan odam bo'lmoq tez. Ras, bu kimning dadi yo'qdi? Kimning dadi yo'qdi? Mening beshimdan bir men chiqapiliq, mening beshidimi, aning besh. Fikr bo'ldi, qanday qildi? Bu yo'qishqa boshqa tomon qara. Ma vaqt o'tib ketdi. Sen g'apchini berib, bolani bir kirib keladigan jo'q. Aka, meniki Bek. Boshqa qilib fikr. Xotinni bir ko'rib kelaman qo'shilib ketay. Va aka men basam biroz ko'rib qolib anamni deb qo'shqatlar. Hech kim ko'rmaydi. Bu da bak. Xotin bir men degan gapni dajmo. Qayerni? Men sen akanggo? Ha? Men nima desam shunday O data. Xotinning mana ota-onalarning qo'liga qilib baqaqma. Real ham emas. Unda bo'lsa sen berib xotin o'chib birinchilab ota-onasi menga 60 mingga qaysi turgan gapinda. Na o'ynay olay. Jibim beqsimgina aka. O'zimda dazmi menga. Hey, bu yangi to'y qilgan do'stlar pulni nima qildi? Bu qarasa qanday pul deb beradi hech bo'lmay. Shu emas, chatga emas nima ekan? Voy, fikr beringlar. Mana yo'ra ya. Beringlar jo'q. Qancha berib keladi? Mana hey! Doktorxona matraqda. Onu bilme aka. Men ama anamni balam, nima ailemni balam shuncha ko'rgim bor. Lekin nima degan bilan anamdan bir so'rab baqayman. Mangina ya, baqma. Jang mana parnik jang bo'lgan degan mana. Sana bergan balani o'rgatishim kerak. Chupay. Uni o'siga sen bana so'rab qoldim, bo'z pulni solmaydim. Mening to'yimga hech bo'lmay 50 ko'y ketdi qara. Endi anamdan pul so'rayman. Sen o'xshamaysa qara. Sen uni o'siga al-ag'in degandan 5 kunchisi qarab turmaysa, sen qo'ling kangradash, qo'ling uzun uni o'siga. Mana qildi. Aningga men 60 ming ko'y deb qo'ydim, ko'nglingga kelmisan. Ay sen men seni 60 ming ko'y deb hijilmo qilmay, biroqli 120 ming ko'y berib turaveray. Oy canım adaş, mende rastlı pul yok özan bilirsen. Sen de pulla unutup kopsan. Xotinlardan pul bas. Estağfurullah, oy o pul, azgını pul. Özan oylap bak, hazırman men bile tanrının işkiden bana soğuk oldu. Hatırlayacağım bol, ben öğreneli basam sen uç balası xotindan bir ben beni alıp uçsuzdan. Hey, sen mi özan bir erkek çağlamsa ha? Oy ben numus kıysanmam da. Nemi numus kılma? Sen oylap bak, sen degen bir devletin hizmetçisi. Bir ailenin ilgisi, işkibalının dadısı. Muşulda durup anlasam, kündü kalktın pulsal cüydü gelsen, keşkiştep kımağına gelsen, kımağı mesele, o degen duducu. Oy aşırı kımağı girdi. Bak sen birden okşaş hizmetçiler, tırışıp, kısat kılıp, ilgiz biradın öylep hatırcam olturabdı. Vay baldı kılay ya, pul sorap koysan bana dersi tep ketkenim anın. Sen bana sen beni pul tapanmayda boylap kaldın mı? Dadamda pul var mıydı? Ötkendim 5 kızlık uyunu setip, 3 kızlık uyup vergen bana. Hatırcam bol. Dadamga deyma, dadamda pul var. Vay. Sen de sıra çünkü dadam pul alaycı. Hey biçar ata-analar. Bir balı tuğun, çoğun kılın, okutun. Pul kayıp iş korulaştırın. Toyunu kıp koyan, öy epirin, nevrisi bekpirin. Biçar ata-analar degen bir kan go, he? Kani kola, kançılık kolaysa. Lekin tügemaydigan kan yok. Anam yeni onu mu bilen?